Bugun juda muhim mavzuni tushuntiraman. Pasport kitobchani almashtirish kerakmi? Pensionerlarga biometrik pasport yoki ID karta kerakmi? Eski hujjat bilan pensiya olishda muammo chiqadimi yoki yo'qmi? Bu masala faqat pensionerlarga emas. Ularning farzandlariga, nabiralariga, bank kartasi ochayotganlarga, notariusga boradiganlarga, davolanish, meros, subsidiya, kommunal to'lov, propiska va boshqa ishlarni qiladigan hammaga tegishli. Chunki shaxsni tasdiqlovchi hujjat noto'g'ri, muddati o'tgan yoki tizimda o'qilmaydigan bo'lsa, eng oddiy ish ham to'xtab qoladi. Shu videoni oxirigacha ko'ring, chunki men bugun qaysi holatda pasportni almashtirish shart, qaysi holatda shoshilmaslik mumkin, pensionerlar uchun qanday yengilliklar bor, yotib qolgan yoki yurishga qiynaladigan keksalar nima qilishi kerak, bank va pensiya bo'limida qanday muammolar chiqishi mumkinligini aniq misollar bilan tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki bu kabi huquqiy va amaliy ma'lumotlarni vaqtida bilish ko'p odamni ortiqcha yugur-yugurdan saqlaydi. Avval bitta narsani aniq ajratib olaylik. Odamlar ko'pincha pasport kitobcha, biometrik pasport, ID karta, zagram pasport degan so'zlarni aralashtirib yuboradi. Aslida bularning vazifasi bir xil emas. Pasport kitobcha deganda ko'p hollarda eski ko'rinishdagi fuqarolik pasporti nazarda tutiladi. U ichki ishlar, migratsiya, propiska, nikoh, ajrim, farzandlar haqidagi yozuvlar va boshqa ma'lumotlar qayd qilinadigan kichik kitobcha ko'rinishda bo'lgan. Keyin biometrik pasportlar joriy qilindi. Biometrik degani hujjatda shaxsning elektron ma'lumotlari, fotosurati, ayrim identifikatsion belgilar elektron tizimga bog'langan bo'ladi. Undan keyin esa ID karta bosqichma-bosqich hayotimizga kirdi. ID karta plastik karta ko'rinishida bo'lib, ichki foydalanish uchun, ya'ni O'zbekiston ichida shaxsni tasdiqlash uchun ishlatiladi. Yana alohida masala bor, xorijga chiqish pasporti. Uni ko'pchilik zagram pasport deydi. U chet elga chiqish uchun kerak. ID karta bilan O'zbekiston ichida yurishingiz bank, notarius, davlat xizmatlari, pensiya, soliq, tibbiyot kabi ishlarda shaxsingizni tasdiqlashingiz mumkin. Lekin chet elga chiqish uchun alohida xorijga chiqish biometrik pasporti kerak bo'ladi. Demak, pensioner menga biometrik pasport kerakmi deb so'raganda, avvalo u nimani nazarda tutyapti? Ichki hujjatnimi yoki chet elga chiqish pasportinimi? Shuni aniqlash kerak. Oldin odamda pasport kitobcha bo'lsa, deyarli hamma ish shu hujjat bilan bajarilardi. Pensiya olishda ham, bankda ham, notariusda ham, propiskada ham, kommunal xizmatlarda ham shu kitobcha asosiy hujjat edi. Ko'p pensionerlar pasportni bir marta olgan, yillar davomida ishlatgan, undagi eski rasm bilan yurgan, ba'zilarda hujjat juda eskirib ketgan, varaqlari yirtilgan yoki ma'lumotlari noaniq holga kelgan. Hozir esa davlat xizmatlari raqamlashtirilyapti. Banklar mijozni elektron bazadan tekshiradi. Pensiya jamg'armasi, soliq, notarius, FDYO, migratsiya va boshqa tashkilotlar ko'p ma'lumotni yagona tizim orqali ko'radi. Shuning uchun hujjatning faqat qo'lda ko'rsatilishi yetarli emas. U bazada ham to'g'ri aks etishi kerak. Agar pasport raqami eski bo'lsa, amal qilish muddati o'tgan bo'lsa, ma'lumotlar bazada topilmasa yoki ism familiyada bitta harf farq qilsa ham ish cho'zilishi mumkin. Pensioner opa pensiyasini bank kartasiga o'tkazmoqchi. Bank xodimi hujjatni tizimga kiritadi, lekin bazada hujjat muddati o'tgan yoki ma'lumot mos kelmayapti deb chiqadi. Bank kartani ochishni rad etmaydi. Lekin avval hujjatingizni yangilang deydi. Opa uchun bu katta muammo. U bankka bir marta kelgan, navbat kutgan, farzandi ishdan ruxsat olib kelgan. Agar bular oldindan bilinsa, avval pasport masalasini hal qilib, keyin bankka borish mumkin edi. Yana bir misol, 72 yoshli otaxon uyini nabarasiga hadya qilmoqchi bo'ladi. Agar pasport shaxsini teshki bo'lsa, rasm juda yoshligida olingan bo'lsa, hujjat eskirgan bo'lsa yoki tizimda ma'lumotlar to'liq chiqmasa, notarius hujjatni qabul qilishda ehtiyotkor bo'ladi. Chunki mulk bilan bog'liq bitimda xatoga yo'l qo'yish mumkin emas. Natijada otaxon avval migratsiya bo'limiga borib, hujjatini yangilash kerak bo'ladi. Demak, pasport faqat pensiya uchun emas, hayotdagi ko'plab muhim ishlar uchun kerak. Endi eng ko'p beriladigan savolga javob beraman. Pensionerlarga biometrik pasport shartmi? Men buni oddiy qilib tushuntiraman. Yoshdan qat'iy nazar, har bir fuqaroning amaldagi yaroqli tan olinadigan shaxsni tasdiqlovchi hujjati bo'lishi kerak. Pensioner bo'lgani uchun hujjatsiz yurish mumkin degan qoida yo'q. Lekin bu hamma pensioner bugun darhol yugurib pasportini almashtirsin degani ham emas.
Agar pensionerning qo'lida amaldagi ID karta bo'lsa, u O'zbekiston ichidagi asosiy ishlar uchun yetarli. Agar pensionerda muddati o'tmagan, amalda bo'lgan biometrik pasport bo'lsa, ko'p holatda u ham ishlatilishi mumkin. Lekin agar qo'lida eski pasport kitobcha bo'lib, u huquqiy jihatdan endi amalda hisoblanmasa, muddati o'tgan bo'lsa, yaroqsiz holga kelgan bo'lsa, rasmidan odamni tanib bo'lmasa yoki ma'lumotlari bazada muammo tug'dirsa, albatta almashtirish kerak. Bu yerda muhim nuqta bor. Pensiya yoshida bo'lish hujjatni almashtirish majburiyatidan avtomatik ozod qilmaydi. Ba'zi odamlar onam baximini yoshda, unga pasport kerak emas, uyda o'tiradi deydi. Lekin amaliyotda pasport baribir kerak bo'ladi. Masalan, pensiya qayta hisoblanadi, bank kartasi almashtiriladi, davolanish uchun order olinadi. Sanatoriyga yo'llanma kerak bo'ladi. Uy-joy hujjatlari rasmiylashtiriladi, meros ochiladi, subsidiya yoki moddiy yordam olinadi. Bularning hammasida shaxsni tasdiqlovchi hujjat so'raladi. Birinchi navbatda qo'lida juda eski pasport kitobcha bo'lganlar xavotir olishi kerak. Agar hujjatdagi rasm 20 yil oldingi bo'lsa, ism, familiya lotin va kiril yozuvida turlicha yozilgan bo'lsa, tug'ilgan sana, joy, otasining ismi yoki boshqa ma'lumotlarda farq bo'lsa, bu keyinchalik katta muammo tug'dirishi mumkin. Ikkinchi toifa pasportining amal qilish muddati tugaganlar. Ko'p odam pasportning ichini ochib muddatini tekshirmaydi. Menda pasport bor-ku deb yuradi. Lekin tashkilot uchun hujjatning borligi emas, uning amalda ekani muhim. Muddat o'tgan hujjat bilan bank operatsiyalari, notarial harakatlar, ayrim davlat xizmatlari rad qilinishi yoki to'xtatilishi mumkin. Uchinchi toifa pasporti yo'qolgan, yirtilgan, suvga tushgan, yozuvlari o'chgan, sahifalari buzilgan odamlar. Hujjat jismonan yaroqsiz bo'lsa, uni ko'tarib yurish foyda bermaydi. Shaxsni aniqlash qiyinlashadi. Ayniqsa pensionerning o'zi bora olmasa, farzandlari hujjat bor deb o'ylaydi. Lekin amalda u yaroqsiz bo'lib chiqadi. Bank kartasi bilan pensiya oladigan yoki olmoqchi bo'lgan pensionerlar. Hozir pensiya ko'p joylarda karta orqali beriladi. Bank esa shaxsni aniq identifikatsiya qilishi kerak. Agar pasport ma'lumotlari elektron tizimda mos kelmasa, bank karta ochishni, kartani yangilashni yoki ayrim operatsiyalarni vaqtincha to'xtatishi mumkin. 5-toifa chet elga chiqmoqchi bo'lgan pensionerlar. Masalan, o'g'li Qozog'istonda, qizi Turkiyada, nabirasi Rossiyada bo'lsa va pensioner mehmondorchilikka bormoqchi bo'lsa, ishga ID karta yetmaydi. Chet elga chiqish uchun alohida xorijga chiqish biometrik pasporti kerak bo'ladi. Agar faqat ichki ID kartasi bo'lsa, aeroport yoki chegarada o'tkazilmaydi. Agar pensionerda yangi ID karta bor, ma'lumotlar to'g'ri, bankda, pensiya bo'limida, poliklinikada muammo chiqmayapti, chet elga chiqish rejasi yo'q bo'lsa, u odam vahimaga tushmasligi kerak. Hujjat muddati tugamaguncha undan foydalanadi. Agar pensionerda amaldagi biometrik pasport bo'lsa va u hali yaroqli bo'lsa, tashkilotlar uni qabul qilayotgan bo'lsa, u ham darhol almashtirishga majbur bo'lmasligi mumkin. Lekin muddatiga yaqinlashib qolgan bo'lsa, men kutmaslikni maslahat beraman. Chunki oxirgi oyda hamma ish ustma-ust keladi. Pensiya kartasi yangilanadi. Notariusga borish kerak bo'ladi. Kasalxonaga hujjat kerak bo'ladi. Shunda odam shoshilib qoladi. Misol uchun, pasport muddati 2026 yil martda tugaydi. Siz hali vaqt bor deb yurasiz. Fevralda bank kartangiz ham tugaydi. Martda sanatoriyga yo'llanma chiqadi. Aprel oyida notariusga borishingiz kerak bo'ladi. Bitta muddat o'tgan pasport hamma ishni sekinlashtiradi. Shuning uchun muddat tugashidan bir necha oy oldin hujjatni tekshirtirish yaxshi. Eng katta xato pensiya olayapman-ku, demak pasportim yaxshi deb o'ylash. Pensiya hozirgacha kelib turgani hujjatingiz har qanday ishga yaroqli degani emas. Pensiya tizimida eski ma'lumot bilan to'lov davom etayotgan bo'lishi mumkin. Lekin bank yoki notarius boshqa tekshiruv qiladi. Shuning uchun bir tashkilot qabul qilgan ikkinchisi ham qabul qiladi degan kafolat yo'q. Ikkinchi xato ism familiyadagi harflarga e'tibor bermaslik. Masalan, pasportda To'xtayeva deb yozilgan, pensiya bazasida To'xtayeva, bankda To'xtayeva, kadastrda To'xtayeva bo'lishi mumkin. Oddiy ko'ringan farq meros, mulk, bank, sud, notarius ishlarida muammo tug'diradi. Ayniqsa kirildan lotinga o'tishda bunday xatolar ko'p uchraydi. Hujjat almashtirishda ma'lumotlarni birma-bir tekshirish kerak. Familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, tug'ilgan joy, JSSH ro'yxatdan o'tgan manzil. Uchinchi xato yotib qolgan pensionerni hujjatsiz qoldirish. Ba'zi oilalarda keksa odam uyda yotadi, farzandlari u hech qayerga bormaydi deb o'ylaydi. Lekin aynan shunday paytda hujjat ko'proq kerak bo'ladi.
nogironlikni rasmiylashtirish, parvarish puli, tibbiy ko'rik, dori-darmon imtiyoz, vasiylik bank kartasini olish, pensiyani ishonchnoma orqali olish. Agar hujjati muddati o'tgan bo'lsa, har bir ishda to'siq chiqadi. 4-xato. Chet el pasporti bilan ikki hujjatni aralashtirish. Xorijga chiqish pasporti bor odam menda biometrik pasport bor deydi. Lekin ayrim ichki davlat xizmatlarida ID karta yoki ichki shaxsni tasdiqlovchi hujjat talab qilinishi mumkin. Aksincha, ID kartasi bor odam menda pasport bor deb aeroportga boradi, lekin chet elga chiqish uchun alohida pasport kerakligini bilmaydi. Shuning uchun hujjatning nomi va vazifasini adashtirmaslik kerak. 5-nozik jihat, ishonchnoma. Agar pensioner o'zi bora olmasa, farzandi hamma ishni uning nomidan qilmoqchi bo'ladi. Lekin pasport almashtirishda odatda shaxsning o'zi identifikatsiya qilinishi, fotosuratga tushishi, biometrik ma'lumotlari olinishi kerak. Oddiy men o'g'liman deyish yetmaydi. Ayrim holatlarda notarial ishonchnoma, tibbiy ma'lumotnoma, uyga chiqib xizmat ko'rsatish tartibi kerak bo'lishi mumkin. Buni oldindan migratsiya bo'limidan yoki davlat xizmatlari markazidan aniqlash zarur. Birinchi misol. 68 yoshli pensioner amaki har oy pensiyasini naqd olgan. Keyin mahallasida to'lovlar bank kartasiga o'tishini aytishgan. U bankka borgan, pasport kitobchasini bergan. Bank xodimi hujjatdagi ma'lumotlarni tizimda tekshirganda pasport eski ekanini, identifikatsiya to'liq o'tmayotganini aytgan. Amaki 2 marta bankka, 1 marta migratsiya bo'limiga, keyin Yamanga borgan. Agar avval pasport muddatini tekshirganida, birinchi migratsiyaga borib ID karta olganida bank ishi oson bitardi. Ikkinchi misol. 65 yoshli opa uyini qizga rasmiylashtirmoqchi. Kadastr hujjatlarida familiyasi kirilda bir xil, pasportida lotinda boshqacha yozilgan. Notarius bu bir shaxs ekanini tasdiqlovchi hujjatlarni to'g'rilab keling deydi. Opa men 20 yildan beri shu uyda yashayman deydi. Lekin huquqiy hujjatlarda his tuyg'u emas, yozuv muhim. Natijada avval ifodiyayo, kadastr, migratsiya ma'lumotlari solishtiriladi. Bu ishlar vaqt oladi. Shuning uchun hujjatlarni erta tekshirish kerak. 3-misol. PKning 2 yoshli buva yura olmaydi. Pasporti eski muddati o'tgan. Farzandlari pensiyani bank kartasidan olish uchun ishonchnoma qilmoqchi bo'ladi. Lekin notarius hujjat yaroqsizligi sababli ishni qabul qilmaydi. Keyin ular yotgan bemor uchun qanday tartib borligini so'rab, tibbiy ma'lumotnoma tayyorlaydi. Migratsiya organiga murojaat qiladi. Uyga chiqib xizmat ko'rsatish imkoniyatini aniqlaydi. Agar hujjat muddati o'tishidan oldin bu ish qilinganida, na otaxon qiynalardi, na farzandlari. 4-misol. Pensioner ayol Turkiyadagi qizining oldiga 20 kunga borishni rejalashtiradi. U ayda kartasi bor deb o'ylab, chipta narxlarini ko'radi. Keyin ma'lum bo'ladiki, chet elga chiqish uchun xorijga biometrik pasporti kerak. Uni olish ham vaqt oladi. Agar safar shoshilinch bo'lsa, masalan to'y, davolanish yoki yaqin qarindoshining betobligi sababli bo'lsa, hujjat tayyor bo'lmagani katta stress keltiradi. Shuning uchun chet el rejasi bo'lsa, pasportni oldindan rasmiylashtirish kerak. Endi men aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, uydagi hujjatni olib diqqat bilan tekshiring. Hujjat turi nima? Eski pasport kitobchami, biometrik pasportmi, ID kartami, xorijga chiqish pasportimi, amal qilish muddati qachongacha, rasm aniqmi, familiya, ism, otasining ismi to'g'ri yozilganmi, tug'ilgan sana va joyda xato yo'qmi, JSSH raqami bor va to'g'rimi, manzil ma'lumotlari mos keladimi. Ikkinchi qadam, agar pensionerning bank kartasi, pensiya ma'lumotlari, tibbiyot tizimi yoki soliqdagi ma'lumotlari bilan pasportdagi ma'lumotlar farq qilsa, buni e'tiborsiz qoldirmang. Davlat xizmatlari markaziga, migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga yoki tegishli tashkilotga murojaat qilib, qaysi ma'lumotni qanday tuzatish kerakligini so'rang. Ba'zan muammo pasportda emas, boshqa bazadagi yozuvda bo'ladi. 3-qadam. Pasport yoki ID karta olish uchun odatda shaxsning o'zi borishi kerak bo'ladi. O'zingiz yashaydigan hududdagi migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilasiz. Oldindan navbat, to'lov, kerakli hujjatlar va ish vaqti haqida telefon orqali yoki rasmiy manbalar orqali aniqlab oling. Chunki tartiblar hududga, holatga, hujjat turiga qarab farq qilishi mumkin. 4-qadam. O'zingiz bilan eski hujjatni, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma kerak bo'lishi mumkin bo'lgan holatlarda uni, nikoh yoki ajrim haqidagi hujjatlarni, familiya o'zgargan bo'lsa tasdiqlovchi hujjatlarni, yashash manzili bilan bog'liq hujjatlarni olib boring. Hamma holatda ham bularning barchasi so'ralmasligi mumkin.
Lekin ayniqsa ma'lumotlarda farq bo'lsa, qo'shimcha hujjat kerak bo'lib qoladi. Pensionerlar uchun farzandlar hujjatlarini oldindan papkaga joylab, nusxalarini tayyorlab bersa, jarayon ancha yengillashadi. 5-qadam, agar pensioner yura olmasa, avval poliklinikadan yoki davolovchi shifokordan uning holatini tasdiqlovchi ma'lumotnoma masalasini aniqlang. Keyin migratsiya bo'limiga murojaat qilib, uyga chiqib xizmat ko'rsatish tartibi bormi? Qanday ariza yoziladi, kim topshiradi? Qanday hujjat kerak? To'lov qanday amalga oshiriladi? Shularni so'rang. Har bir hududda amaliy tartib biroz farq qilishi mumkin. Shuning uchun og'zaki gapga emas, mas'ul xodimning aniq ko'rsatmasiga tayaning. 6-qadam. Chet telga chiqmoqchi bo'lsangiz, ID karta bilan cheklanib qolmang. Xorijga chiqish biometrik pasporti bor yo'qligini tekshiring. Muddati safar tugaguncha yetadimi? Boradigan davlat qo'shimcha talab qo'yadimi? Aviachipta olishdan oldin pasport tayyormi? Shularni aniqlang. Ko'p davlatlar pasport muddati safardan keyin ham bir necha oy amal qilishini talab qiladi. Shuning uchun pasportim hali bir oy amal qiladi degan gap har doim ham yetarli emas. 7-qadam hujjatni olgandan keyin uni shunchaki javonga solib qo'ymang. Bankka, pensiya bo'limiga, oilaviy poliklinikaga, zarur bo'lsa kommunal xizmatlarga yangi ma'lumotlarni yangilash kerakmi yoki yo'qmi? Aniqlang. Ba'zi tizimlar avtomatik yangilanadi, ba'zilarida esa fuqarodan murojaat talab qilinadi. Ayniqsa bank kartasi, pensiya to'lovi. Notarial ishlar oldidan yangi hujjat ma'lumotlari to'g'ri tushganini tekshirish foydali. Agar davlat xizmatlari markaziga yoki migratsiya bo'limiga borsangiz, murojaatingizni aniq ayting. Men shaxsni tasdiqlovchi hujjatimni yangilamoqchiman. Mening pasportim muddati kelgan. Ma'lumotlarimda xatolik bor. Pensioner onam yura olmaydi. Uyga chiqib hujjat rasmiylashtirish tartibini tushuntirib bering. Savolni aniq qo'ysangiz, xodim ham kerakli yo'nalishga tezroq yuboradi. Agar ma'lumotlarda xatolik bo'lsa, familiyam pasportda bunday, pensiya hujjatlarida bunday, kadastrda bunday yozilgan, qaysi tartibda to'g'rilayman deb so'rang. Hamma joyga alohida yugurishdan oldin asosiy hujjat qayerda xato ekanini aniqlash kerak. Agar pasportdagi ma'lumot to'g'ri bo'lsa, boshqa tashkilot bazasini to'g'rilash kerak bo'lishi mumkin. Agar pasportning o'zida xato bo'lsa, avval pasport ma'lumotini tuzatish kerak bo'ladi. Agar pensioner juda keksa bo'lsa, farzandlari uning roziligi, sog'lig'i va huquqiy layoqatini ham e'tiborga olishi kerak. Notarius, bank yoki davlat organlari farzandi keldi deb hamma ishni avtomatik bajarmaydi. Chunki keksa odamning huquqlari himoya qilinishi kerak. Ayniqsa uy-joy, pul, meros, ishonchnoma masalalarida shaxsning o'z xohishi muhim. Shuning uchun hujjatni yangilashni mulkiy bitimlar oldidan emas, tinch paytda, hech kim shoshirmayotgan paytda qilish eng to'g'ri yo'l. Demak, pasport kitobchani almashtirish kerakmi degan savolga javob bitta jumla bilan emas, holatingizga qarab beriladi. Agar qo'lingizdagi hujjat amalda bo'lmasa, muddati o'tgan bo'lsa, yaroqsiz bo'lsa, ma'lumotlari tizimlarda muammo tug'dirsa, albatta almashtirish kerak. Agar pensionerda amaldagi ID karta yoki yaroqli biometrik hujjat bo'lsa, ma'lumotlari to'g'ri bo'lsa va hech qanday rejalashtirilgan yirik ish bo'lmasa, vahima qilish shart emas. Lekin muddatni kuzatib borish kerak. Pensionerlar uchun asosiy qoida shuki, yosh kattaligi hujjat masalasini bekor qilmaydi. Aksincha, katta yoshda hujjatning toza, to'g'ri va amaldagi bo'lishi yanada muhim. Chunki pensiya, bank, tibbiyot, notarius, meros, uy-joy va yordam pullari aynan shaxsni aniq tasdiqlashga bog'liq. Farzandlar va nabiralar esa ota-onasining, buvi-buvasining pasport muddatini tekshirib qo'ysa, keyinchalik juda ko'p asab va vaqt tejaladi. Bugunoq uydagi hujjatlarni olib tekshiring. Muddati, turi, ism, familiya yozilishi, rasm, JSH, shir va manzil. Agar shubha bo'lsa, rasmiy tashkilotga murojaat qiling. Qo'shnining gapiga yoki internetdagi eski ma'lumotga tayanib qolmang. Qonunchilik va amaliy tartiblar vaqti bilan yangilanadi. Shuning uchun eng ishonchli yo'l rasmiy manbadan aniqlashdir. Sizda qanday holat bo'lgan? Eski pasport kitobcha bilan bankda, pensiya bo'limida yoki notariusda muammo chiqqanmi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Ayniqsa uyda pensioner ota-onasi borlarga bu ma'lumot juda kerak bo'lishi mumkin.